Film katta bir ziyofatdan boshlanadi. Bu yerda Kol ismli o'smir odamlar bilan to'la uy ichida ukasi Daketni qidirib yuradi. Shu payt kimdir unga ukasi nazoratdan chiqib ketganini aytadi. Kol ukasini topadi, lekin Daket o'zini bir xonaga qamab qo'ygan. Shuning uchun Kol eshikni sindirib ochadi. U ichkarida ko'ylaksiz, yaralangan va o'zicha nimanidir pichirlab gapirayotgan Daketni ko'radi va uni uyga olib ketmoqchi bo'ladi. Kol atrofdagi hamma bu voqeani telefonlariga yozib olayotganini ko'rgach, jahli chiqadi va ularga to'xtashni baqirib aytadi. Ammo keyin Daket birdaniga akasi Kolga pichoq uradi. Keyin tashqariga chiqib, boshqa mehmonlarning dahshatli hayratiga sabab bo'ladigan holda o'z ko'ziga pichoq sanchadi. Keyingi sahnada biz Miya ismli 17 yoshli maktab o'quvchisini ko'ramiz. Miya onasining o'limiga 2 yil to'lishi sababli og'ir ruhiy holatda edi. U onasi tasodifan ortiqcha uyqu dori qabul qilgani sababli vafot etgan deb o'ylaydi va otasi Maxdan ranjigan. Shu sababli u bilan deyarli gaplashmay qo'ygandi. O'sha kunning keyinroq qismida Miya do'stining uyidan Raylini olib ketish uchun boradi. Rayli uning eng yaqin dugonasi Judining ukasi edi. Onasi vafot etganidan beri Miya Judining uyida yashab kelmoqda, chunki uning oilasi Miyaning hayotidagi eng og'ir paytlarida unga baxt va mehr beradigan yagona tayanch hisoblanadi. O'sha kuni Miya va Judi tarmoqlarda Xeli va Josh ismli o'smirlar uyushtirayotgan ziyofatni ko'rib qolishadi. Mishmishlarga qaraganda, ular bu ziyofatda mehmonlar bilan qandaydir qo'rqinchli va qorong'u narsalar bilan shug'ullanishadi. Ammo Judi buni oddiy soxta tomosha deb o'ylaydi. Miya esa buni ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'ladi. Shuning uchun Judi faqat sevgilisi Daniel u yerda bo'lgani uchun borishga rozi bo'ladi. Ular uchalasi Miya, Judi va uning ukasi Rayli yashirincha chiqib ziyofatga yo'l olishadi. Nihoyat ular ziyofatga yetib kelishadi va u yerda Judining sevgilisi Daniel bilan uchrashishadi. Ma'lum bo'lishicha, Daniel Miyaning sobiq yigiti ekan. Shunga qaramay ular hali ham do'st bo'lib qolishgandi. Birozdan so'ng Xeli va Josh ularni hamma qiziqib o'ynayotgan o'yin bilan tanishtiradi. O'yinning nomi Men bilan gaplash deb nomlanadi. Asosiy narsa bir mediumga tegishli mumiyolangan qo'l bo'lib, uning ustida g'alati yozuvlar bor. Ular tushuntiradiki, o'yin juda oddiy. Sen qo'lni ushlaysan, biz sham yoqamiz va sen men bilan gaplash deysan. Shunda go'yoki jin yoki ruh chaqiriladi, lekin uni faqat qo'lni ushlab turgan odam ko'ra oladi. Keyin esa o'sha odam senga kirishga ruxsat beraman deydi va darhol ruh tomonidan egallanadi. Miya qo'l ko'tarib buni sinab ko'rishni xohlaydi. Uy egasi Holly uni ogohlantiradi. Ruh bilan bog'langanidan keyin 90 soniya ichida shamni o'chirib uzilishi kerak. Aks holda ruh o'sha odamga bog'lanib qolishi mumkin. Miya mumiyolangan qo'lni ushlab men bilan gaplash deydi va birdaniga qariyaning arvohini ko'radi. Bu uni avvaliga qo'rqitadi. Judi Miyani davom ettirishga shubhalanadi, lekin Xeli uni tinchlantiradi. Miya yana qo'lni ushlab ko'radi va bu safar u g'alati ko'rinishdagi qo'rqinchli ayolni ko'radi. Bu safar Xeli uni senga kirishga ruxsat beraman deb aytishing kerak deydi. Miya bu so'zlarni aytgach, ruh uning tanasiga kiradi. Ko'p o'tmay Miya o'zini g'alati, vahshiyona va qo'rqinchli, tahdidli ovozda gapira boshlaydi. Go'yo aqldan ozgandek, qo'rqinchli va tahdidli ovozda gapirishda davom etadi. U barmog'ini Judining ukasi Rayli tomonga cho'zib, ular seni yoqtirishadi deydi. Shu payt eshik o'z-o'zidan ochiladi. Vaqt 83 soniyaga yetganida Josh 90 soniya to'lmasidan oldin Miyani qo'lidan ajratishga harakat qiladi, ammo ruh qo'lini qo'yib yubormaydi va Rayliga qochishni baqirib aytadi. Oxir-oqibat Xeli va Josh Miyani ruh bilan aloqasini uzishga muvaffaq bo'lishadi. Garchi vaqt 90 soniyadan biroz oshib ketgan bo'lsa ham, o'sha kechasi uyga qaytgach, Rayli Miya oldiga kelib, undan ruh tomonidan egallanish qanday bo'lishini so'raydi. Miya esa bu juda ajoyib bo'lganini aytadi. U hamma narsani eshitgan, ko'rgan va his qilgan, hatto odamlarning kulgularini ham. Miya ruh tomonidan egallanishdan shunchalik zavqlanadiki, Judining yigiti Daniel ham buni sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Xeli Judining iltimosiga rozi bo'ladi va ular o'sha kecha Judining uyida yana shu marosimni o'tkazishga qaror qilishadi. Ular Judining uyiga yig'ilishadi va Xeli
hamda Josh ruh chaqirish o'yinini boshlanishini kutishadi. Daniel darhol mumiyolangan qo'lni qarshisiga o'tiradi. Men bilan gaplash va seni ichimga kiritaman degan so'zlarni aytadi va shu bilan u ham ruh tomonidan egallanadi. Eng yomoni shundaki, Danielni egallab olgan ruh Judini haqorat qiladi va uni jinsiy jihatdan qo'zg'atadi. Daniel pol ustida uyatsiz harakatlar qila boshlaydi. Shu payt Judining iti yaqinlashadi va Daniel uning og'zini jinsiy ma'noda yalaydi. Bu sahna boshqa o'smirlarni bir tomondan jirkantirsa, boshqa tomondan zavqlantiradi. Keyin ular darhol shamni o'chiradilar, biroq ularning hech biri qoniqmaydi va o'sha kechasi yana bir bor urinib ko'rishga kelishib olishadi. Yaxshiyamki Judining onasi Sue o'sha kecha uyda emas edi. Rayli navbat so'raganida Judi bunga ruxsat bermaydi, chunki bu o'yin juda xavfli. Boshqalar ham u hali juda yosh ekanini aytib qarshilik qilishadi. Natijada Judi va Rayli o'rtasida janjal chiqadi va Judi bir o'zi xonadan chiqib ketadi. Shundan keyin Rayli Miyadan unga ham imkon berishni iltimos qiladi. Miya esa unga urinib ko'rishga ruxsat beradi, lekin odatdagi 90 soniya emas, faqat 50 soniya uchun. Buni eshitgan bola rozi bo'ladi va hayajon bilan marosimni boshlaydi. Bola aytishi kerak bo'lgan so'zlarni aytadi. Hayli esa taymerni yoqadi va u darhol egallanadi. Hammani hayratga solib, Rayli go'yoki Miyaning vafot etgan onasining ruhi tomonidan egallangandek ko'rinadi va vaziyat juda keskinlashadi. Avvaliga ona mehribon va yurakka tegadigan gaplar aytadi, qanchalik sog'inganini gapiradi. Boshqa o'smirlar 50 soniyadan keyin aloqani uzmoqchi bo'lishadi, lekin Miya onasi bilan yana gaplashmoqchi bo'lib, ko'proq vaqt so'raydi. Vaqt o'tib borar ekan, boshqalar aloqani uzishga harakat qilishadi, lekin birdan hammasi qo'rqinchli tus oladi. Raylini boshqarayotgan ruh to'satdan tajovuzkor bo'lib qoladi va uning boshini shkafga uradi. Nihoyat Judi va boshqalar ancha urinishdan keyin qo'lni Raylidan ajratib olishadi. Rayli juda og'ir ahvolda bo'ladi va darhol tibbiy yordamga muhtoj bo'lib, kasalxonaga olib ketiladi. Bu fojiadan hamma lol qolib, politsiya kelganida gapirishga ham so'z topa olmaydilar. Rayliga ruxsat bergani uchun o'zini aybdor his qilgan Miya narsalarini yig'ib otasining uyiga qaytishga qaror qiladi. Miya kasalxonada Raylini ko'rmoqchi bo'lganida Judi va onasi uni ayblab ichkariga kiritmaydi. Onasi unga ketishini aytadi va yana qaytib kelsa, politsiyani chaqirishi bilan tahdid qiladi. Miya ketayotgan paytida oynada onasining aksini ko'rib qoladi. Onasiga o'xshash siymo uni hojatxonaga boshlab boradi. U yerda Miya onasining yordam so'rayotgan ovozini eshitadi, lekin ichkariga qaraganida hech kim yo'q bo'ladi. Shundan keyin Miya sobiq yigiti Daniel bilan ko'proq vaqt o'tkaza boshlaydi va uning hali ham Danielga nisbatan his-tuyg'ulari borligi seziladi. Miya onasi u bilan bog'lanishga harakat qilayotgandek bo'lishi mumkin deb o'ylaydi, lekin Daniel Raylidagi ruh uning onasi emasligini aytadi. O'sha kecha Daniel u bilan qolganida Miya dahshatli tushdan uyg'onib ketadi. Birdan qari ayol ruhi Daniel tomon yurib, uning oyog'ini so'rayotganini ko'radi. Qo'rqib ketgan Miya uni uyg'otishga harakat qiladi, lekin Daniel uyg'onganida kutilmagan holat yuz beradi. Uning oyog'ini so'rayotgan Miyaning o'zi bo'ladi. Bundan qo'rqib ketgan Daniel darhol uydan qochib ketadi. Daniel ketgach, Miya qo'lni o'zi uchun olib qoladi va sham yoqib, onasining ruhi bilan bog'lanishga urinadi. Nihoyat uning onasi Reya paydo bo'ladi. Miya o'zini uzoq vaqtdan beri qiynab kelgan savolini beradi. Onamning o'limi tasodifmi yoki u o'z joniga qasd qilganmi? Onasining ruhi bu haqiqatdan ham tasodif bo'lganini va u hech qachon Miyani tashlab ketishni xohlamaganini aytadi. Ruh yana Rayli og'ir ahvolda ekanini va unga tezda yordam kerakligini ham qo'shib qo'yadi. Kasalxonada esa Judi Rayliga yordam berishga harakat qiladi, lekin u hali ham ruh tomonidan egallangan bo'lib, hatto uni tishlab oladi. So'ng hojatxonada boshini devorga urib yiqiladi. Ichidagi ruh unga zarar yetkazmoqchi bo'layotgandi, lekin shifokor aralashib vaziyatni nazoratga oladi. Keyingi sahnada esa Miya, Daniel, Hayli va Josh bilan birga boshida ko'rganimiz qo'l ismli yigitni topish uchun yo'lga chiqadi. Ma'lum bo'lishicha, Josh bu qo'lni boshida o'z joniga qasd qilgan Daketdan olgan. Keyin ular qo'l bilan uchrashishadi. Qo'l Joshni ayblaydi, chunki u doim marhum ukasi Daketni bu jinli qo'l o'yiniga taklif qilgan.
Kol yana shuni aytadiki, ruhlar Rayli tanasida qancha uzoq qolsa, shuncha kuchsizlanadi. Shuning uchun eng yaxshi yo'l kutish deydi. Lekin Rayli uchun vaqt tugab borayotgandi. Xavotirlangan Miya reja tuzadi. Unga ko'ra Rayli o'yinni oxirigacha tugatishi kerak. Chunki Miya uning egallanishi paytida sham o'chirilmagan deb o'ylayotgandi. Shu sababli u kasalxonaga borib, ruhlarni yana Raylini egallashga majbur qilib, uni qutqarish yo'lini topmoqchi bo'ladi, lekin bu muvaffaqiyatsiz chiqadi. Shundan so'ng Miya Raylining ruhini qutqarish uchun ruhlar dunyosiga kirishga qaror qiladi. Unga ko'ra Raylining ruhi ruhlar tomonidan asir olingan. Birdan vahiy ichida u kichkina qiz ruhiga duch keladi va undan Rayliga olib borishni iltimos qiladi. Qiz esa uni ichkariga kiritishni aytadi va Rayli limbo holatida ko'plab tajovuzkor ruhlar tomonidan azoblanayotganini ko'rsatadi. Miya hushiga kelgach, do'stlariga Rayli qiynalayotganini aytadi. Miya uyga qaytgach, otasi Max unga yaqinlashib, onasining o'limi haqidagi haqiqatni aytmoqchi ekanini bildiradi. U buni avvalroq aytmaganidan uzr so'raydi va uning onasi Reya qoldirgan xatni ko'rsatadi. Bu uning o'limi tasodif emas, balki o'z joniga qasd qilganini tasdiqlardi. Bundan larzaga tushgan Miya xonasida yig'lab o'tirganida Reyaning ruhi paydo bo'ladi. Shu payt otasi eshikni taqillatadi, lekin otasi bu xatni o'zi yozganini aytadi va aslida bu otasi emas edi. Yovuz ruh Maxni taqlid qilayotgandi. Haqiqiy otasi esa boshqa xonada. Onasi yana shuni ta'kidlaydiki, Rayli faqat o'lsa qutqariladi deydi. Shu payt Maxga o'xshab ko'ringan ruh xonaga kirib, Miyaga hujum qiladi. Haqiqiy Max esa boshqa xonada shovqinni eshitib, eshikni yopiq holda topadi va uni buzib kiradi. Miya o'ziga hujum qilayotgan ruhga qaychi bilan urmoqchi bo'ladi, lekin adashib o'z otasining bo'yniga sanchib qo'yadi. Keyinroq Miya Judiga qo'ng'iroq qilib, uyga kelishini aytadi. Go'yoki u nima qilishni bilishni aytadi. Aslida esa u Judini aldab kasalxonadan chaqirmoqchi. O'zi esa Raylini ko'rish uchun u yerga boradi, ammo u yerda Judining onasi Sui paydo bo'ladi va oldin aytgan gaplari uchun uzr so'raydi. U Miyaga Rayli bilan bo'lgan voqeada uning aybi yo'qligini aytib, ularni biroz vaqtga yolg'iz qoldirishga ruxsat beradi. Bu paytda Miya deyarli butunlay jinlarning ta'siriga tushib qolgan bo'ladi va Raylini qutqarishning yagona yo'li uni o'ldirish, shu orqali azobini tugatish deb ishonib qoladi. Shunday qilib, Miya o'sha qaychi bilan Raylini o'ldirishga urinadi, lekin bunga qo'li bormaydi. Bu orada Miyaning uyiga kelgan Judi uni topa olmaydi, ammo uning otasini og'ir ahvolda topadi. Judi darhol tez yordam chaqiradi va onasiga xabar qilib, Miya Rayli uchun juda xavfli ekanini aytadi. Onasi darhol Rayli yotgan xonaga yuguradi, lekin uning o'g'li allaqachon Miya bilan ketgan bo'ladi. Judi kasalxonaga qaytgach, uzoqdan Miyani nogironlar aravachasida Raylini olib ketayotganini ko'rib, darhol uning ortidan boradi. Miya bolani gavjum avtomobil yo'li chetiga olib borib, uning azobini tugatmoqchi bo'ladi. Uning ko'ziga Rayli chirigan qari ruhga o'xshab ko'rinadi. Onasi Reyaning ruhi esa Miyani ishontirishga urinadi. Unga pichirlab, u bilan faxrlanishini va to'g'ri ish qilayotganini aytib, Raylini yo'lga itarishni so'raydi. Shunda Miya qo'llarini nogironlar aravachasidan oladi va yo'lda kelayotgan mashina nimagadir uriladi. Keyingi sahnada esa yo'l o'rtasida yotgan Miya ko'rinadi. Go'yoki mashina uni urib yuborgandek va u og'ir jarohat olgan. Miya hushiga kelgach, yo'l chetida Judi Rayliga yordam berayotganini ko'radi. Birdan u o'zini kasalxonada topadi, lekin hammasi g'alati tuyuladi. Rayli butunlay sog'aygandek va Judi hamda onasi bilan ketmoqda. Max ham jarohatlaridan tuzalib ketgandek ko'rinadi. Miya ularning ortidan borishga harakat qiladi, lekin hech kim uni eshitmaydi. Hamma uni butunlay e'tiborsiz qoldirib ketib qoladi. U esa yolg'iz qoldirmasliklarini iltimos qilib qichqiradi. Shundan keyin u o'zini butunlay qorong'u bo'shliqda topadi. Birdan u uzoqda xira yorug'likni payqaydi. Qiziqib, o'sha tomonga boradi va bu yonib turgan sham ekanini ko'radi. Yonida esa qo'l cho'zilgan bo'ladi. U qo'lni ushlamoqchi bo'ladi va hammasi o'zgaradi. U birdan boshqa joyga, bir ziyofatga tushib qoladi. Qo'lini ushlab turgan yigit unga hayrat bilan qarab, "Seni ichimga kiritaman" deydi. Bu shuni anglatadiki, Miya endi o'sha qo'l o'yinining bir qismiga aylangan. Faqat endi u tirik emas, uning o'zi ham qo'rqinchli marhumga aylangandi.